Akalar mana Surxondaryoga Nechta bo'ldi? hozir o'rab tayyorladik stanogimizni. Shopir akamiz ham shu yerda, o'zimizni ishonarli Shopir akamiz. Mana shu mashinada olib ketadi. Mana shu mashinaga yuklab beramiz hozir. Yomg'irli havo bo'lgani uchun salafanga o'rab oldik stanogimizni. Shopir aka qaytga-dur javob qilasiz O'zbekiston stanogimizda xolasa. Gapiringchi bir. O'zbekistonni bu to'chkasigacha olib boradi. Hamma joyga olib beraveradi akalar. Zakaz qilaverasiz. Xolasa Qozog'istonga, xolasa Qirg'izistonga. Hamma joyga bosaverasiz yana, xudo xolasa. Ha, shuni bilamiz mana. Dastavkasi bor akalar, hamma joyga. O'zbekistonda qo'shni davlatlarga, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston. Shopir aka ham ishonarli, xudo xolasa gazini bosib boraveradi. O'ylanmasdan zakaz qilaverasizlar. Pastdan nomerlar qoldiramiz. Narxlar kelishgan holda, xudo xolasa. Mana Surxondaryoga olib ketyapti Shopir akamiz. Yuklab berdik, xudo xolasa. Ertaroq yetib borsin klientimizga. Mana shu mashinada olib ketishadi mana. Lada Largus Cross. Mana shu do'konimiz akalar. Kimga noyasiga apparat zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring. Narxlar kelishgan holda chiroyli qilib beramiz. Ishlarimiz sifatli, bir xil standart. 2 silindrli 6 oy garantiyali apparatlarimizga. Bitta qolib, bitta chekish bersak $650 bo'ladi stanok bilan birgalikda. Xolasalaring kompressor bilan gaplashaveramiz. 30 talik kompressor bilan $750 bo'ladi. 50 talik kompressor bilan $800 bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini kelishgan holda o'sha Shopir akamiz eltib beradi. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga chiqarib beraveramiz. Kargo orqali через 1 kun, 2 kun, 3 kun vaqt olishi mumkin yetib borishga manzilingizgadir. Lekin eltib ehtiyotini qilib olib borib beradi, xudo xolasa. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Gazini bosamiz.